İki kanalı kvartira yok mu? Satıladan yerler bir yangi bozarda bir yerlerinde deganlar uchun men hozir sizlarga tanishtirib o'taman. 47,5 metr kvadrat yangi bozor Hamza Gazonning yonida bilasizlar. 5 etajli domlar var bu yerda. Shuning ikkinchi etajida iki kanalı kvartira sotiladigan 47,5 metr kvadrat. Urganch Gurlan yo'ldi bo'yinda bu. Buyog'imiz Urganchga ketadigan yo'l, buyog'imiz Gurlanga ketadigan yo'l. Buyog'imiz esa Hamzaga ketasizlar. Hozir shuni qisqacha obzor qilib ko'rsatib o'taman do'stlar. Videoga like bosib, yaqinlaringizga yuboringlar. Kvartira olaman deb yurgan insonlar bo'lsa, shu videoni tashlab qo'yinglar ularga. 4-podyezdda ekan bu. 1, 2, 3. Shu 4-podyezdda. Sardor, assalomu alaykum. Tanishtirib o'tsangiz, kvartirangiz haqida bir ma'lumot beraring. Bu kvartiramiz 47,5 kvadrat metr. Sharoitlari shunday. Siz buni qurib ketib oldingizmi? Qurib ketib oldim men. Vaqtida. Vaqtida. Men hozir o'zingiz remont etyapsizmi? O'zim qarshi bo'sh vaqtimdan kelib uzatib o'tman. Buni nimaliklar qo'yibsiz-ku? Kafelarni qo'ydirib. Siz ikki xonali? Ikki xonali. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, buratda o'zi remont etib turibdi, qurib ketib olgan ekan bu yerda. Ko'rib turganingizdek, oyoqdilari kafe bor, vannalari bor. Ham ileridek yana bir nesi bor. Bu kafe bosilganlar mesela osti to'pli pol mana. To'pli qo'yibsizmi bu yerda? To'pli pol, banisi shu kirgan yer mana. Qurish o'rdimi yo hamma yer nima? Yo'q, kafe bosilib turgan yer. Qurib kafe bosilgan. Shugacha. Mana maridicha men mer to'pli pol bilan qizadi. Yaxshi. Qaysi yer niyat bo'ladi? Spalnisi niyerdami ko'pnasi? Mana shu spalni. Bir spalni bo'ladi. Dokumentda hammasi yozilib turibdi. Mana bu zali bu yerga. Bu spalnisi, bu yog'imiz zali bo'ladi. Gaz bor bu yerda, elektron emas. Ajoyib etib bizatib qo'yibdi. Biratda chiroyli etib remont etib yapti. Bu yog'imiz esa ko'hna bo'ladi. Hamma narsasi kelib turibdi. Hamma narsa kelib turibdi. Sovuq suv bor. Suv. Rozetka, svetlari bor, elektronik gazlar bor ekan. Bu yog'imizda mana balkoni bor. Ko'hnadan chiqib, bir sigaret chekib, o'ngishlar, yaxshimisizlar deyaverasizlar. Mana namunali joylar bor mana. İçiniz qilsa bu yerda gazon bor. Shuga borib o'ynasangiz bo'ladi. Bu yog'imiz ochiq maydon. Bunday buni kelishuvlarni chiqmadi, og'a. Men mana kelishuvlari men chiqargan sotimni hisoblab qo'yibman. 30% to'lab qo'yibman. Mana kredit asosida olganmiz. Kredit bahosimi? Mana her ayda 2 milyon 365 ming so'm krediti var. Lekin men onu etmez, her ayda 200 dolar to'lab tutmam bana. Şu başlanğanlı bir to'lab tutma 200 dolar beraman. Yani nesini listini alınmanda 200 dolar her ayda ötüp tuttu. 13 ay to'langan bana. Men gazı, suyeti, şu hemme vecin dokumenti var. Az eldinden çözüm to'lab qo'yish shundan nima? 30% bo'lganda 68 milyon 132 ming va shunday pul to'langan bana. Men olsun bir anda rasxodlarim var, hemmesini hisoblab qo'yibman, 160 milyon so'm pul chiqarib qo'yibman bana. Shu bugungacha. Shugacha. Yaxshi. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashaveramiz, telefon solar. Bizlarning telefonda gaplashaverasizlar, nima qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri bo'ladi, bemalol telefon gaplashaverasizlar. Yangi bozor Hamza Gazon degan yerda bu. Bemalol kelib ustunda ko'rib gaplashsangizlar ham bo'ladi do'stlar. Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'lasizlar.